أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bolsa İmamul Muhaddisin, İmamul Muhakkikin, El-Muhakkik Ebu Abdillah Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahimahullah yazgan Cami'ul Musnad es-Sahih isimlik Sahihul Bukhari degan isim bilan mashhur bo'lgan bu kitobning Kitabul Ilm degan bölümning 6. babı Babul Qiraati vel Ardi alal Muhaddis degan bab kelib şu yerga keldik. Bugün bu yerdan boshlab so'zlaymiz. Babul Qiraati vel Ardi alal Muhaddis. Yani hada babun fi bayani hukmul qiraati vel ardi alal muhaddis degan bo'ldi. Bu bo'lsa qiraatning muhaddisga hadis o'qib berish va hadisni tanlab to'g'ri qilishning hukmini bayon qilishdagi bir bab deydi. Endi bu babniki oldingi bab bilan bo'lgan munosabati bo'lsa, oldingi babda ismlari bo'lganidek İmam Bukhari muhaddisniki, ya'ni muhaddisning talibiga, sheyxining talibiga hadisni o'qib bergan haqida so'zlab, unkenidan shu ustozning anglagan hadisni haddasana desimi bo'ladi, axbarana desimi bo'ladi, anba'ana desimi bo'ladi. Unkenidan ustozniki taliblaridan savol, ular sunab bakışın savol bo'lganligini so'zlab, demak ustozning so'zlab berganligini so'zlab o'tgan edi. Endi bugungi bu hadis bo'lsa, bu hadis butun shu o'tgan haftaki ders hadis bilan munosabatlik. Bu mu shu mustalahul hadis ilmiga munosabatli hadis. Ya'ni agar bir muhaddis talibiga hadisni o'zi o'qib bermay, talibi muhaddisga hadisni o'qib bersa, undan keyin shu talibning o'zi keyin hadisni rivoyat qilganda "Manga mening sheyxim haddasani, hadis so'zlab berdi" desa bo'lamdi, bo'lmamdi degan haqda to'xtalib İmam Buxoriy rahimahulloh bo'ladi. Chunki tuvandagi hadisda Imom ibn Sa'laba degan sahoba kelib Rasulullohdan Allah Taala bilan qasam qilib turib, "Seni Allah Taala avatib shunday farzlarni qildimi, shunday qildimi, o'qindi qilib" so'raganda Payg'ambar "Ha" deb javob berganda bo'ldi deb ketib, qavmi shuni qabul qilgan, musulmon bo'lgan edi. Demak Payg'ambar alayhisalom shuni qabul qilgan va Imom ibn Sa'labaning Payg'ambar alayhisalom deb bermasa-mu Payg'ambar alayhisalom tasdiq qilib berganini Rasululloh so'zlab bergan o'rnida bo'lgan edi. Shuning uchun muhaddis anglab bersa, talib o'qib bersa-mu yana "Men ustozimdan angladim yoki ustozim menga so'zlab berdi" desa to'g'ri bo'ladi degan bir ko'z qarashni keltiryapti. Chunki buni ba'zi odamlar nima degan edi? Bu shu sheyxning og'zidan anglamagan gapni hadis degan bo'lmaydi, buni xato olmaydi deganlarga raddiya qaytarish uchun keltirgan bir alaydi bir bor. Endi vara'al Hasan va Thawri va Malik al-qira'ata jaizatan. Endi Hasan al-Basri rahimahullah, Sufyan al-Thawri rahimahullah, İmam Malik rahimahullahlar qiraatni, ya'ni talibning sheyxiga hadisni o'qib berishini va o'qib bergan qiraatning o'zini "Ma haddasani" deyishini jaizatan, degan jaiz deb qaradi. Jaiz deb qaradi. Va ihtajja ba'duhum, ularning ba'zisi fil qiraati alal alimi, olimga o'qib berishda, hadisni o'qib berishda ularning ba'zisi İmam ibn Sa'labaning hadisini dalil keltirdi, hujjat keltirdi. U ba'zi bo'lsa kim? Ya'ni İmam Buxoriyning sheyxi Humaydi. İmam Buxoriyning sheyxi Humaydi. Annahu, ya'ni shunday hujjat keltirdiki, İmam ibn Sa'laba Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bunday dedi: "Allahu amaraka an nusalliyas-salah." Allah seni biz namoz o'qishga buyurdimi? Allah seni
bizning namoz o'qishimizga buyurdimi? Payg'ambar alayhisalom ha dedi. Qala. İmam Buxoriy dediki: "Fahadihi qiraatun alan-nabiy." Mana bu shu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'qib berishdir. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. Hamda bu şu qala deganiki bu damir İmam Buxoriy yenishi mumkin. Ve ba'duhum degan ba'duhum degan İmam Buxoriy yaxshi bu damir. Akhbara dimamun qawmahu bizalika fa'ajazuhu. Dimam qavmiga şu Peygamber Aleyhisselam'daki Peygamber Aleyhisselam deb bergan, Peygamber Aleyhisselam tasdiqlagan şu hadisni axborotlarni xabar qilib edi. Fa'ajazuhu degan ma'noda ijozat berdi emas degan ma'no. Tushunolmayman bu yerdagi ijozat berdi degan qabiluh degan ma'no. Ya'ni ular şu hamon ikkilanmasdilar, dimamning xabarini qabul qildi. Demak, bundan nimani ko'rib olgan bo'ldi? Ikki ma'no chiqdi-da. Biri ya'ni olimga o'qib bergan, hadisni o'qidi, olim so'zlab bergan hadisga o'xshash degan hukm chiqdi bir. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan anlagan hadisga o'xshash degan chiqdi bir. Ikkinchisi xabar vahid ham qabul qilinadi. Sen bir odam sizniki buni qabul qilmaymiz deb agar ishonchlik bo'lsa, xabar vahid ham qabul qilinadi deganga dalil chiqdi. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان. İmam Malik rahimahullah bunu delil bilen delil keltirdi, hüccet keltirdi. Yani biz sak degan gap bu mektub, kitap. Qanday kitap desang yani iqro qiluvchi bir narsaga paloni narsa palonining deb iqro qiluvchiniki yozgan kitobi, yozma kitobi. Shu kitob hozir qiz tilimizda chak deydi. Sak degan hozir tilda chak. Uy chekini hozir deydi o sak deydi. Nikohati uy cheki degandek sifatli qonuniy igilik isboti bo'lgan yer xati, uy xati degandek xatlar, nikoh xati deganda xatlarimiz sak deb ataydi. Endi shunday igilikga aloqador bo'lgan iqro, boshqalar iqro yoki o'ziniki igilikga aloqador bo'lgan bunday xat maktublarni yuqro alal qavmga o'qiladi, qavmga avamın nasından aldığı çıkıp ünlük halat okuludu. Feyaqulun ular eşhedena fulan falanı bizde guah çıkıldı dedi. O da anlayan hemmesi eşhedlam. Aşırı hatta okup beğendikiler hemmelerinin ve falanı gibi man guahçı bulap bir dep okumusu mu? Anlayan diye eşhed oturdu. Anlayan diye hemmesini mi oldu? Şu hatka guah boğan buldu. Dep İmam Malik rahimahullah şunun da delil getirip yani xuddi şunun dek hadisde talibi ustoz o'qib bersa, ustoz shunga anlagandan keyin xuddi ustozi talib o'qib bergan bilan o'xshash. Agar xatolik bo'lsa naq maydonni tuzdi-da uni. Va yuqra'u 'alal muqri'i fa yaqulu al-qari'u aqra'ani fulan. Endi yana bir dalil keltirib dediki va muqri degan gap masalan Tumurbek qori bo'lib talib o'rgatsa, Qur'on o'rgatsa, Tumurbeksin bo'ladi, muqri bo'ladi. Yani Kur'an'ı okutulduğun ustaz. Üzü okumaydı o. Başkaları kim okupurdu, hata olsun süpürdümez. Ben şimdi okutkucu, Kur'an okutkucuğa qari nima Kur'an'ı okupurdu. Feyakulul qari Kur'an okupagan okukucu qari nima deydi keyin? Akra'ani fulan. Bana falani Kur'an'ı o'qib berdi deydi. Bo'lmasa kim o'qib bergan? Yani qari ustoz o'qib bergan. Ammo kim qari deydi, men falani o'qigan deydi. Yani men falani o'qib bergan demay, men falani da o'qigan deydi. Chunki agar xato qilsa, ustozning o'qildiğini shu zaman tuzitdi-da.
حدثنا محمد بن سلام إمام بخاري رحمه الله تعلق şekilde dikkat ediyor ki bizge Muhammed ibn Salam hadis söyledi umunak dedi. Bizge Muhammed ibn Hasan el-Vasiti Avf'ten rivayet kılıp hadis söyledi. Avf Hasan ibn Basri'den rivayet kıldı. Hasan Basri rahimehullah munak dedi. La ba'sa bil qiraati alel alimi. Alimga hadislerini okup bilişilen hiçbir çatak yok. Yani hadislerini talipler gelip alim okup bilse bunu kendim bu aşı alimden rivayet kılan hesap buludu. Ve haddesena Ubeydullah ibn Musa an Süfyan. Ubeydullah ibn Musa bizge hadis söyledi Süfyan'dan rivayet kılıp Süfyan'ın da diyene Süfyan el-Thevri demekçi. İza kuli'a alel muhaddisi fela ba'se en yekul. Kaçan ki muhaddiske okup bililse fela ba'se en yekul. Bu okupa gücü haddeseni deyişide çatak yok. Muhaddiske bununki talibi hadisini okup bilip bununkin falan bana hadis söyleyip ba'de dese hiç kanda çatak yok. Kal ve semi'tu Eba Asim'in yekul. Ben Eba Asim'den anladım. Eba Asim'nin İmam Malik ve Süfyan'dan rivayet kılıp bundan davet kaldığını anladım. Eba Asim degan bu Dahhak ibn Muhlad el-Şeybani. El-qiraatu alel alimi ve qiraatuhu seva. Alimga qiraat qilib berish, yani alimga o'qib berish ve alimning talibiga o'qib berishi barobardir. Demek bu meselede üç xil göz qarash kelishgan olimlar. Biri olimga yani ustozning o'qib bergani afzal talibga. İkinci göz qarash talibning ustoz o'qib bergani afzal. Li'annahu athbat. Birincisi nima deydi o? Ustozning talib o'qib bergani afzal, li'annahu asah ve afsah. İkincisi nima deydi o? Talibning ustoz o'qib bergani afzal nimishqa, li'annahu athbat. Üçüncüsü nima deydi o? Talibning ustoz o'qib bergani, ustozning talib o'qib bergani barobar deydi. İmam Buxoriy mushu ko'z qarashni tanlovchilardandir. 63. hadis geldik ve Buxoriy hadisi bo'yicha. Ol sanada muttasilimiz bilan İmam Buxoriy aytgan İmam Buxoriy ol sanada muttasilimiz bilan İmam Buxoriy aytgan. İmam Buxoriy bunday degan. Haddesana Abdullah ibn Yusuf. Abdullah ibn Yusuf bizga hadis so'zlab berdi. Abdullah ibn Yusuf bunday dedi. Bizga Layth Sa'id'in rivoyat qilib hadis so'zlab berdi. Huvel makbuli. An Sa'idin huvel makbuli deydi. Yani Sa'id deganimiz makbulidir. Mishadiki huvel makbuli degani İmam Buxoriydagi cümle itara şekilde mudraj deb ataladi yani. Qistirulma, kirgizilma. Yani bir rivayet uchun Sa'id al-Maqbuli deb kelgan. Bir rivayatda Sa'id al-Maqbuli unda bo'lsa, shu rivayat o'zida kelgan bo'ldi. Ammo yana bir basmada Sa'idin huvel maqbuli deb kelgan. Ana wadagi huvel maqbuli degan Sa'id deganda Sa'id ibn Musayyab masalan. Bu qal Sa'id desa yani Sa'idin al-Maqbuli. Sa'id al-Maqbuli rahimahullah Şerik ibn Abdullah ibn Abi Namir'den rivayet kılıp ennehu semi'a Enes ibn Malik rivayet kıldı. Nemin rivayet kıldı dese ennehu Enes ibn Malik radıyallahu anh'ın mundak davet kaldığını anlığallıkını rivayet kıldı. Beynema nahnu culusun ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil mescid. Biz bir çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birlikte mescitte oturursak dakhala raculun ala cemelin fe anaqahu fil mescidi thumma aqala. Bir adam tusattın bir adam tügü üstüdeki bir adam kirip geldi fe anaqahu fil mescid. Andaki o tügüsünü mescitke çöktürdü. Thumma aqalahu. Andaki o tügüsünü bağlap koydu. Tügüsünü tizini kuvak etmesi için tizini müdahale edemine. Tizini uçunda yürüdüler. Bağlap koydu tügü kuvak etmesinden. Hem de bir şeydeki de şerrahla dedi ki bir şeydeki mescitke elip girdi diyenli yani mescitin havuylusuna, mescitin dalanına
hovlisiga kirib baliq qo'ydi, uningdagi masjid ichiga kirdi. Masjidning ichiga emas, ya'ni fi rahbatil masjidi deydi. Chunki tugulan masjidning ichiga kim kirmaydi-da. Summa qala lahum, andikin ularga mundaq dedi. Ayyukum Muhammadun. Sizlarning qaysi biringlar Muhammad. Sizlarning qaysi biringlar Muhammad dedi. Bu yerdan nima chiqdi desanglar, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning naqadar kamtar ekanligi va o'zining sahobalari bilan qat'iy ayrilmaydiganligi, sahobalar bilan o'xshash yerda o'tirganligi va o'xshash holatda o'xshash kiyim kiyganligi, o'xshash holat ekanligi, sahobalardan da boshqa kiyim kechakda yoki o'rin joyda hech qanday farqlanmaydiganligini ko'rsatdi. Shuning uchun Abdimam degan bu kishi kelgandan keyin Rasulullohning kimligini bilmagan qarab o'tirishlarimiz. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem muttakiun beyne zahraneyhim. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularning arasida yürünüp oturguchi idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ularning arasida yürünüp oturgulik idi. Zahraney degan gap beynahum degan gap. Nima gap? Zahraney degan ularning ikki o'shnisining arasida degan gap. Dumbisining. Yani u tarafdagining dumbisi oldi tarafida, bu tarafdagining dumbisi keyingi tarafida degan gap, ularning orasida degan gap. Uning dumbisi oldi tarafida, bu tarafning keyingi tarafida olsa, yana demak uning o'rtasida arasida o'tiruvchi degan. Rasululloh ularning arasida o'tiruvlik edi. Faqulna, biz dedikki, hadar rajulul abyadul muttaki. Yani qaysinglar Muhammad deb shunda so'rab edi. Biz u odamga javoban dedikki, hadar rajulul abyadul muttaki. Mana mushu ap-aq nurluq degan, abyadga ap-aq degani, nurluq degani. Ayti nurana muttaki yulinib o'tirgan kishi shu deb javob berdik. Endi bu yerda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ap-aq dedi. Bu yerda ap-aq degani oq pishmoq shu. Oq kisada oq pishmoq demek emas. Çünkü yeni bir hadiste Peygamber Aleyhisselam anda eyip bulungan bulungan ap-aq mamesiydi, ak kiseldik. Kapkar mamesiydi. Peygamber Aleyhisselam işte oturuşunda buğday onluk nayeti normal yanında idi deydi. Yeni bir hadiste söylediğinde Peygamber Aleyhisselam ak idi, kızıl gımayil. Kızıl gımayil ak idi deydi. Kızıl gımayil ak idi deydi. Demek bu yerdeki ak degende iki xil ma'no bo'ladi. Biri Peygamber Aleyhisselam chiroy nurona. Şu ana arasındaki en chiroyli nurluq turgan ak kishi shu demekçi. Yoki bo'lmaydi, ya'ni qizilga mayil ak. Anda u ak pishmoq edi, sayroq ak emas, ya'ni qizilga mayil g'ina chiroyli sifatdagi ak demekçi deydi. Unda bo'lsa boshqa distag'im udulki deydi. Faqala lahu ar-rajul. Şunun bilan faqala lahu ar-rajulu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge demek oluyor. Demek bu adam Resulullah'ın yanına badi degan gap demedi. Hazb balagat qoidasida nima dedik? Ijaz bil qasr degan yerda qisqartish uchun qisqartirilgan hazb bor. Yani bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına badi degan gap demedi. Ve faqala lahu ar-rajul. O adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday dedi. Yabna Abdul Muttalib. Ey Abdul Muttalibning o'g'li dedi. Bir yerda nima chiqdi desa, bu odamniki nimaga chiqib turdi? Sahrodan kelganlik chiqib turdi. Ya'ni agar shahar bir hadora ko'rgan, madaniyat ko'rgan odam bo'lsa, bir payg'ambar deb biladigan yoki gumon qilayotgan kishiga bundaq shaklda gapirmagan bo'ladi. Ammo bular nimalarga yeziliqlarning, sahroliklarning odati shuki, ular gapni agitib o'tirmaydi. Gapni yog'lama gaplarni qilishni bilmaydi. Gapni tuz qiladi, lekin keskin qiladi. Gapida turadi. Gapni tuz qo'pol, tuz qilgan bilan gapida turadigan voval odamlardi. Saholat deganlar, ana yiligarlikni, aldamchilikni, yog'lamachilikni bilmaydi. Ham shu qatorda adab axloqni pek bilib ketmaydi. Tugilan keldi degandagi ma'nosi nima? Yani adab axloqni bilib ketmaydiganlikni chiqib turibdi. Ammo yani bir hadislarda sahobalar nima deydi? Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den köp sual so'rashdan to'silgan edik. Cheklangan edik. Yani çünkü ayet kerimde yani
Siz Resulullah'ın köp sual sormanglar. Eğer siz köp sual sorsanglar, sizga balkim sorgan narsanglardan sizlarning ichinglarni pishirib qo'ydigan, sizlarni g'amga tashlab qo'ydigan yomon javoblar chiqib qolishi mumkin. Degandan keyin biz Resulullah'dan köp sual so'rashni nima qilib qoldik? To'slab qoldik. Endi biz nima qilyaptik? Bu yezlardan sahrolik hukmni bilmaydigan sahrolik o'zi, lekin aqlli odamlarga gap qilishni orzu qilyaptik. O'zi aqli bor. Sahrolik odamlarning Resulullahga kelib, keskin savollardan Resulullahdan savol so'rasa, biz o'sha birinchi bilimni bilib olsak deb shunda orzu qilyaptik deydi. Degandek, bularniki shu ko'z qarashidagidek Dimam ibn Sa'laba deb rasmiy sahrolik, ammo intayin aqlli savollarni ajoyib yaxshi keltirib so'raydigan mazmunli, meg'izli savol so'raydigan odamning birisi keldi. Sahobalarniki nimasi bo'yicha orzu. Shu sababdan Muhammad nada deb qo'yishdilar. Hech nima uchun Muhammadga deb bular chachab qo'yma. Umar roziyallohu anhu agarda yomon odam biz kelsa darhol qilishga bir chiqib ketdi, bo'ldi nima qildim deb bir chiqib ketdi. Ondan so'ng nima deb bo'ldi? Eng nozik kishi shu deb hammalarning ko'ngli qo'shilib ketgan gap. Demak, bizga yangidan bir bilim keldi deb qo'shib ketgan gap. فقال بعد ذلك يا ابن عبد المطلب ey Abdülmuttalibning o'g'li. Abdülmuttalibning o'g'li degandan keyin bu odamniki birga ayna sahrolik chiqib turdi, yana birga shularniki bularning qabilasida o Abdülmuttalib intayin mashhur. Chunki Rasulullahning buvisi Abdülmuttalib degan arablar ichidagi arablarning oqsoqoli, intayin mard, qo'li uchuq, jasoratli, dushmandan qo'rqmaydigan nihayet bir mert, cesaretli, isil sıfatli, güzel ahlaklı namı intayin meşhur zat idi. Şunun için ne mi dağıtıdı o? Bu isil adamın balası deyip belki bu senin ismini tıkırıp çakırgan buluşan mümkün. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ اَجَبْتُكْ. Onun cevaben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak dedi. قَدْ اَجَبْتُكْ. Yani ey semi'tuk degan bo'ldi. Ya'ni degan gapingizni angladim. Mana men degan, mana men tayyor degan gapingizni angladim. Yoki ajabtuk degan ma'nosi gapingizni angladim. Sizga javob berishga tayyorman. Ya'ni ana atahiyyau lil ijaba degan bo'ldi. Semi'tuk, qad semi'tuk va ana atahiyya lil ijaba. Ya'ni men sizning gapingizni angladim, sizga javob berishga tayyor degan bo'ldi. Faqala lahu ar-rajul. Peygamber Peygamber'in ne kadar ahlaklı, güzel ahlaklı peygamber ekanligi. Bir adam kelib, o'zi bu dünya o dünyanın en uluğu, serdari, servar alem zat kelib tugisi bilen kelib tugisini tushiblam, kelib qana ya Muhammed, ey ibn Abdullah balasi deb taqa. Moshunda qo'pollik bilan chaqirsa-mu, Peygamber nima bo'ldi? Ishfi, mada, nima gap deydi deb so'maydi nima qildi? Qad ajabtuk, men sizni gapingizni angladim. Sizga javob berishga tayyor deb intayin nima bilan kamtarlik bilan javob berib o'tirdi. Agar Peygamber sallam emas bir olim, katta olimning birisiga kelsa bulardan birisi nima deyishini Alloh taolo o'zi biladi. Agar bir talib bir boyni qilib qolsa nima deyishini bo'ladi hamda. Demak, biz haqiqiy olim bo'lsak, Rasulullah'ningki yo'lini tutmaydigan olim ekanmiz, boshqalarga nisbatan o'zimizni menda ilm bor deb cho'ng bilmasdan qancha ilm bo'lgansiz o'zimizni shuncha tuvan tuta olsak, o'zining ne kadar aciz, kemtik, naqs inson ekanligimizni bilasak, shu chaqda ondan biz haqiqiy kamolatga yetgan bo'lamiz. Masalan, nima bir she'r bor. Igili degan olmashaqlari, mevasi qancha o'xshagansiz. Axloq bilan odam chiroyli, satlishi degan g'adaygansiz edi. Ya'ni mevalik daraxt shunda igilib ketadigan, mevasi ko'p bo'lganda igilib ketadigan shaxlar. Shunda insonlarga manfaatli, chiroyli, ko'ngildan manfaatli foydalanadi, hammadan yaxshi ko'radi. Undan keyin ham uni futoqlarni bekim nima qilmaydi, kesmaydi, chatib uni kesib uyga nima qilmaydi, xa qilib yog'och qilmaydi. Ammo meva bo'lmaydigan quruq daraxtni shunda yo'qlab osmon bilan yusab ketadi, kesib egib uyga eg'ilga g'aral yasaydi. Odamchi desa axloq bilan odam chiroylik, satlishadigan g'adaygansiri. Kamtarlik bilan güzel axloq bilan inson chiroyli bo'ladi.
G'adiyvasi desa, g'adayvansiri uzlashmay taqim satlashib ketadi deydi. Kibr takabbur qilgansiz. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdek bu dunyo u dunyoning eng afzali, mahluqotning ichidagi eng afzal zot turib bir tunimaydigan bir sahrolardan birisi kelsimi, uni shunda qo'pol gap qilsimi, nihoyatda kulimsirab, nihoyatda xushxuy javob berdi payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Faqala lahu ar-rajul, bu odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bunday dedi: inni sa'iluka famushaddidun alayka fil mas'ala fala tajid alayya fi nafsik. Men sendan savol so'rayman. Sendan bu savol so'rashda qattiq pozitsiya so'rayman. Nayt savolni qattiq so'rayman. Anda yumshoqlik bilan emas, qo'pollik bilan so'rayman. Fala tajid alayya fi nafsik. Menga ko'nglingda g'um saqlama yoki meniki so'ragan bu qattiq savolimni, men senga savol so'rashga san qo'polligimni, san qattiq tegishimni ko'nglingga olma yoki menga g'azablanma. La tag'dab degan. Fala tajid degani ma'nosi la tag'dab alayya. Ya'ni menga g'azablanma, mendan xafa bo'lma. Davati demak, mushu savoldan bu odamning aqlli ekanligi chiqib turadi. Ya'ni meniki men qavmimning elchisi, men bunga buyurilgan odamman, keskin savol so'rashga buyurildim. Shuning uchun boshqa bir takalluf so'zlarni qilib o'tirmayman, ammo sizning ko'nglingizni kelmasin. O'z qabul qilma degani da'vatidir. Demak, uniki ham unda bak hech kimni bilmaydigan dod aqlsiz sahrolik emas, balki aqlli ekanligi chiqib turadi demak. Faqala sal amma badalak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, sana oshkor bo'lgan narsani so'ragin. Amma badalak degan ay zaharalak degan bo'ldi. Sal amma zaharalak. Sana oshkor bo'lgan narsani so'ragin. Nima demoqchi desa, ya'ni ko'nglan kelgan, sen so'ramoqchi bo'lgan savollarni so'ravergin dedi. Faqala Dimam ibn Tha'laba bunday dedi: as'aluka bi robbika va robbi man qablaka Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim. Men sening Rabbing bilan qasam qilib turib so'raymanki, va robbi man qablak, sendan ilgirgilar sening Rabbing va sendan ilgirgilarning Robbi bilan qasam qilib turib turayman. Bu yerdagi ba'ning qasam uchun bu ishtimalligi bor va sening Rabbingning va sening va sendan ilgirgilarning Robbini shifi keltirib, Robbining hurmati uchun sendan so'rayman degan ma'nosi bo'lishi mumkin. Ya'ni qasam qilish, qasam uchun kelgan intayin kuchli. Ya'ni men sening Robbing bilan va sendan ilgirgilarning Robbi bo'lgan Alloh bilan qasam qilib turib sendan so'raymanki, Allohu arsalaka ila nas kullihim. Allohu degani ayni Allohu degan bo'ldi. Allohu degan ya'ni Allohu arsalaka ila nas kullihim. Ya'ni ya'ni Allohu degani aslida Allohu istifham, ikkinchi hamzacho, birinchi hamza istifham, ikkinchi hamza Allohninki hamzasi. Ya'ni Allohu degan hamza ikki hamza arabchining qoidasi, morfologiya qoidasida qachon ikki hamza bir yerga ikki harf bir jizm bo'lsa, birinchi harfni ikkinchi harfga yurgizib idg'om qilib o'tadigan bir qoida bor. Birinchi harf. Shuning bilan bu ikki hamza birlish bilan mat uniki nimaga o'rniga haliqi birinchi hamziniki o'rniga mat berildi. Shuning bilan nima bo'ldi? Allohu deb buni o'qildi. Ya'ni Allohu arsalak, ya'ni sendan Alloh bilan qasam qilib turib so'raymanki, seni Alloh barliq insonlarga avatdimi? Seni Alloh barcha insonlarga avatdimi deb so'radi. Faqala Allohumma na'am. Payg'ambar alayhisalom dediki, Allohumma na'am. Ey Alloh, men seni mushu gapimga guvohlik beraman. Ha. Meni Alloh hamma o'ylarga payg'ambar qilib avatdi deb chaqirdi. Mishad diqqat qiladigan bir yer qarindoshlar. Mishada bu odamning savoli payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohumma na'am demay, na'am degan bo'lsin bo'ladi. Ajal, na'am deb qo'ydi. Nima Allohumma ni keltirdi billah. Desanglar bu odam savol so'raganda nima dedi? As'aluka billah. As'aluka bi robbika va robbi man qablaka.
Allah Teala'nı şirk keltirip durup sordu bu. Allah bilen qasam qilib so'rayman. Allohni shirk qilib turib, Allohni aramizda sen bilan men aramda Allohni guvoh qilib turib so'rayman. Degandan keyin Peygamber Aleyhisselam'ın cevabı şundaki sualga mutabık şekilde, münasip şekilde de cevap verdi. Allahümme de yani Allahümme demez ya Allah degan oldu. Ya Allah uşhiduke ala keda. Ey Allah ben seni bu adamdaki gapimga bu momenta seni guvohchi qilib savol so'radi. Men bu seni guvohchi qilib nima javob beraman. Bu seni guvohchi qilib seni shirk qilib mendan savol so'radi. Men bu seni guvohchi qilib nima qilaman? Javob beraman degan bo'ldi. Ana shu yani Allahumma na'am degan. Ey Allah men seni mushu javobimga guvoh qilaman. Na'am ha. Men Allah Taala payg'ambar qilib evet deb javob berdi. Faqala Dimam Musalaba dedi ki enshuduke billah. Men senden Allah Taala bilan talab qilaman gap. Yani Allah bilan qasam qilib turib nima qilaman? So'rayman. Enshuduke atlubuka as'aluka degan bo'ldi o'xshash. Allah Taolani chepga keltirib turib so'rayman yoki Allah Taolo bilan qasam qilib turib sendan so'rayman. Allohu amaraka an tusalliya salavatul khamsa fil yawmi wal layla. Bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga Alloh buyurdimi seni? Bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga Alloh buyurdimi seni? Dedi. Qala Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedi ki Allohumma na'am deb javob berdi. Ya'ni Allohummani tabarruk bo'lish uchun ve o'zining rostligini ta'kidlash uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilib, ey Alloh, men seni bu kishiga bergan javobimga guvohchi qilaman. Na'am, ha. Alloh taolo bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga buyurdi dedi. Faqala anshuduka billah. Allohu amaraka an tasuma hada ash-shahra min as-sana. Bu Dimam ibn Salaba bunday dedi. Senden Allah bilan so'rayman. Allah Taala seni bir yılın içindeki muş ayda yani Ramazan ayda roza tutuşku buyurdu mu? Peygamber dedi ki Allahümme na'am. Ya Allah bunun sualıga seni bunun verdiğin cevapga seni guvohchi qilaman ki na'am ha. Allah Taala meni bir yılın içinde Ramazan ayda bir ay roza tutuşku buyurdu. Qala anshuduka billah. Allahu emaraka an ta'khudha hadhihi as-sadaqata min aghniyaina fetaqsimaha ala fuqaraina. Ben senden Allah Taala bilan tilayman. Allah Taala bilan so'rayman. Yani Allahni shirk qilib yoki Allah bilan qasam qilib so'rayman. Allah Taala seni mushu sadaqani bizning boylarimizdan elib, bizning namurat, kambag'al, faqirlarimizga tarqitib bilib bilishga buyurdimi? Dedi. Faqat Payg'ambar Allahumma na'am. Allahumma na'am deb javob berdi. Mishadiki Allahu emaraka en ta'khudha hadihi sadaqata yani yeni bir rivayette en na'khudha hadihi sadaqata min aghniyaina fa naqsimaha ala fuqarana deb kelgan rivayet var. Yani biz Allah Taala sadaqani boylarimizdan ilib namoratlarimizga taqdim qilishimizga buyurdimi deb mutakallim şekilde. Faqala ar-rajul ila qadam mudaqtad yani Dimam Salaba mudaqtad amantu bima ji'ta bihi. Men sen abkagan bu dinga iman ettim. Bu yergi amantu'nun iki ma'nosi bo'lish ehtimoli bor. Biri amantu degan insha. İhbar ma'nosi insha ma'nosi bo'lib, ya'ni men hozir mana sendan so'radim, ham taqiq qildim. Sendan so'ragan bu shu dinga hozir iman etdim degan ma'nosi bor. Ya'ni iman aytaman. İnsha bo'lishi mumkin. Yoki ihbar bo'lishi mumkin. Ya'ni men sen erkeğin dinga burun iman etip bo'lgan edim burun. Bunu iman etip qilib, sening elching borgan edi biz yanimizga. Biz shuni men iman etib qoldim. Shu meni qavmim avatdi sana ta'kidlab kelish uchun men vakolatan keldim degan ma'nosi bo'lishmi? Mumkin shu ma'nosi kuchliroq ekan-da. Va ana rasulu man wara'i min qawmi man. Meniki orqamda qolgan qavmimning elchisiman. Vakolatchisiman, vakiliman, elchisiman. Va ana Dimam Musallam bo'lsam Dimam ibn Salaba man. Banu Sa'd ibn Bakirning qarindishi Dimam ibn Salaba man dedi. Yani bu kishi Bani Sa'd ibn Bakir qabilasidan idi. Bu kishini qavmi Payg'ambar Aleyhisselamga avatgan edi. Shundan Payg'ambar Aleyhisselamga kelib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'rashtirishgan hamma so'radi.
so'ragandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunga hammasi javob bergandan keyin bu kishi men shu xabarning o'zini meniki qavmga olib berib deyman dedi. Yana bir boshqa rivoyatlar kelganda bu kishi berib shu qavmning ichidan bir ayol qolmay hammasi musulmon bo'ldi deydi. Shuning uchun bu kishiniki ba'zilar deydi bu kishi musulmon edi. Musulmon edi va ki Rasululloh uchun xabarni taklash uchun kelgan edi deydi. Ba'zilar deydi yo bu kishi bo'lsa kafir edi, musulmon bo'lgan edi deydi. Lekin Imom Buxoriy bu kishining musulmon ekanligini ilgari surib, shuning uchun bu babni dalilga babdan deganda ya'ni muhaddisga o'qib bersa talib unga nima ustozim bunday so'zlab berish joiz, nima dalilingiz desa, misol Imom Buxoriy kelib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sen anda diyen bu da diyen yüzü sorup Resulullah fakat naam Allah naam deb cevap verdi. Mümkün bir kavmiga Peygamber aleyhisselam mundak dedi deb cevap deb yetkizganda kavmi hemmisini qildi. Uni qabul qilib tasdiqlab hammasi musulmon bo'ldi. Demak, agar u xato qilmasa Peygamber aleyhisselam uni xato deydi, xato demadi. Demak shunday qilsa dalil mushu bo'ladi da'vat. Bu hadisni Musa ve Ali ibn Abdülhamid Süleyman'da rivayet kıldı. Sabit el-Bunani'den Enes radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bihada. Bu şundan rivayet kılgan edeydi. O seneden mutlusumuzda İmam Bukhari etken bizge Musa ibn İsmail hadis sözlep verdi. Uzatmadaktı bizge Süleyman ibn Mughil hadis sözlep verdi. Uzatmadaktı bizge Sabit Enes radıyallahu anh'dan hadis sözlep verdi. Uzatmadaktı biz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sual soruştun tusalgan edik. Ve kan bizge yezi ahlidan bo'lgan bir odamning kelishi aqlli bo'lgan aqli bor bir odamning kelishi bizga bak arzitdi bak yaqatdi. Rasulullohning savol so'rashi va biz anglashimiz bizga bak yaqatdi bak yaxshi ko'rdik shunday bo'lsa. Men bir odam yezi ahlidan bir odam kelib bundoq dedi. Bizga sening elchin keldi. Sening elchin keldi. Sening elchin kelib bizga sening Alloh azza va jallani Allah azze ve celle'nin seni peygamber kılıp evetkenlikini dava kılıdığını etti. Diyende peygamber sallallahu sadak rasteptu dedi. Fekale o adam dedi ki femen halakas sema onda olsa asmanı kim yarattı? Peygamber sallallahu dedi ki Allah azze ve celle yarattı. Kal o adam dedi ki femen onda olsa zeminini tağlarını kim yarattı? Peygamber sallallahu dedi ki Allah azze ve celle yarattı. Kal o adam dedi ki femen ceale fiha asman zeminlerde menfaatlerini kim kıldı dedi. Peygamber sallallahu Allah azze ve celle kıldı dedi. Kal. O adam dedi ki febillezî halakas semâ'a ve halakal arda. Asmanı yaratkan, zemin yaratkan, tağlarını tikligen ve bu asman zemin tağlarda menfaatlerini kılgan zat bilen kasem ki Allahu erselek sana Allah peygamber evetti mi? Kale peygamber sallallahu dedi. Kale za'ame rasuluke enne aleyna hamsi salatının elçin bizning geldiğimizde 5 vakit namaz var ekanligini ve zekaten fi mallarımızda zekat var ekanligini aytdi. Qal Peygamber sallallahu dedi ki sadaka rasaytibtu. Qala billezî erselek Allahu amelke bihada. Seni evetken zatlan kasem ki seni Allah şununla buyurdu mu? Ve Peygamber sallallahu dedi. Qal adam dedi ve za'ame rasuluk senin peygamber senin elçinin deyişçe bizning geldiğimizde fi savmu şehrin fi senet bizning bir yılımızda bir ay rozu tutuş farzmış. Dep şunda dedi qala Peygamber sallallahu rast depto dedi. Peygamber sallallahu rast depto dedi. Qala fe billezî erselek sinavet kazatla ben kasem ki Allah Teala muşnun bilsin Allah Teala seni muşnun buyurdu mu? Peygamber sallallahu dedi. Qal ve za'ame rasuluk ve adam dedi ve za'ame rasuluk senin elçin biz senin enne aleyna enne aleyna hiccel beyti men istata ile sebila. Seninki elçinin deyişçe bizning geldiğimizde Beytullah'a yol cihetinin qadir bo'lgan kishiga Beytullahni haj qilish farz bo'ladi ekan. Dedi Peygamber sallallahu rast depti dedi. Qala fa billahi derselek sen evetken zatdan qasamki Allah seni bunu buyurdu mu dedi Peygamber sallallahu dedi. Qala fa billezî ba'aseke bil haqqi sen evetken sen haq bilan evetken zatdan qasamki la azidu aleyhinne la azidu aleyhinne şey'en men ulağa hech narsani ziyoda qilmayman va la anqus ulardan bir narsani kam qilmayman. Demak bu degan biz Peygamber sallallahu gapini qattiq chin nihoyatda qattiq qabul qilganligini ko'rsatdi. Unda deganki, hargizimiz ziyoda amal qilmayman, ziyoda amal qilsam bo'lmaydi degan emas. Ziyoda amal qilsa yaxshi, yaxshi.
lekin qabul qilganligi. Faqala Nabiy sollallohu alayhi vasallam payg'ambar dediki, "In sadaqa la yadkhulunal janna." Bu odam agar rost gap qilgan bo'lsa, jannatga kiradi dedi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.